İngiliz Oybek akamiz ola Qirg'iziston Alabuqa. Asl akamizning uragan motori bilan keldi yuqoriga. Birigidan 1 million so'm qilolmaysan. Gilam 1 million so'm mahkam va Bekzod mahkam bu. Qirg'iziston Alabuqa asl akamizning uragani bilan Bekzod polvon mahkam va Bekzod mahkam bu. Aman bo'lsin. Chopmay tekelmashadi polvonlar. Chopmang tekelmashadi. Bekzod polvon 1 million so'mga qarsak bormoqda qolsa, yaxshi niyatini bosib turgan mashhur polvonimiz 25-dekabr kuni elga katta to'y qilishni niyat qilib turgan mashhur polvonimiz Jizzax Ingliz Oybek akamiz o'g'lar Qirg'iziston Alabuqa asl akamizning uragan motori bilan tashladi. Tabrik Bekzod. Bekzod polvon Jizzax Ingliz Qirg'iziston Alabuqa mashhur duos Asliboy akamizning qo'lashakalarimizning uragan motori bilan 1 million so'mga Jizzax Ingliz Oybek akamiz o'g'lar Bekzod polvon omon bo'lsin. Bekzod polvon